Assalomu alaykum hammaga, bizni kuzatib turgan. Bugun sizlarga FM World paxta terish mashinasini ko'rsataman. To'rt qatorli ushbu paxta terish mashinamiz. Old qatorlilari ham mavjud. Zakazga qarab olib kelib beramiz akalar. Orqadan ko'rinishi. Gabaritlari ancha katta akalar. Bunkerlarni ko'ryapsizlar, ancha katta bunkerlari ham. Bunkeri yuqoriga yana chiqib, yana hajmi kattaradi. Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan ushbu kombaynimiz. Bu yerdan oldidan ko'rinishi gorizontal shpindelli ushbu kombaynimiz. Har bittasi sozlanadigan akalar 60 ga, 70 ga, 90 ga sozlab o'zingizlar to'g'rilab olasizlar. Terish sifati ham ancha yaxshi. Mana apparatlari. Kabina ham ancha keng, ancha qulay haydovchi uchun. Hamma sharoitlari bor kabinada. Konditsioner, magnitofon, bundan tashqari monitorlarigacha bo'ladi. O'zini o'zi kontrol qiladigan xususiyatlari ham bor. Balonlari, oldi balon, bu yoqda orqa balon, mana bu yoqda qolgan kombaynlar. Ushbu kombaynlarni Agromash Elite firmamiz orqali eng arzon narxlarda xarid qilsanglar bo'ladi. Kombaynlarimiz 2025-2026 paxta mavsumi uchun shay holatda turibdi. Akalar, bemalol murojaat qilaverasizlar.